Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Islom va biz programmamizning 6-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu programmamiz har hafta shu soatlarda ekranlarda bo'lib o'tadi. Biz bu programmamizda bu go'zal islomimizga aloqador bo'lgan har bir masalalarni bir qadar tafsiliy shaklda tushunishga tirishib kelyapmiz. Her bölümde ayrım mavzular to'xtalyapmiz. İnşallah programımızın daimlik mehmini hem Allah'a ma'lum bo'lgandek tunmagan ustoz hurmatli Abdurahmon Jamal Kashg'ariyni taklif qildik. Oldi bilan qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashkil qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi temamiz biz Ramazon munosabat Ramazon kirgandan buyon biz şu ro'zining masalasini bir qancha bölüm bu masalada bahs qildik. Bugun inshaalloh yana shu bütün musulmonlar da dunyoning har qaysi joylaridagi bo'lib shu Ramazon mezgilida infoq masalasi, zakat masalalari ko'p tilga ilinganligi uchun ham ko'p xayri ihsonlar shu oylarda qilinganligi uchun bugun inshaalloh bugungi bosh temamizni zakatning shu ijtimoiy va siyosiy qiyinchiliklarni hal qilish, zakat ijtimoiy va siyosiy qiyinchiliklarni hal qilish chorasidir deb bugünkü baş temamiz bu bo'ldi. Bu atrofda biz paranglashib o'tamiz ustoz bilan. Programmamiz naq maydonda taqdirlab o'tadi. Ekran oldida chiqib turadigan nomerlar orqali programmaga aloqador har qanday fikr, savollaringiz bo'lsa, yo'llashinglarni, yozishinglarni umid qilamiz yoki programmaga bevosita bog'lansanglar bo'ladi. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun, ko'rishi uchun ham bahrlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Ustoz, endi bevosita temamizga kirsak, bugun temani bu shaklda qo'ydik. Aldı bilen biz zakat deganmiz, zakatninki ahamiyatini, albatta farz ekanligini balki so'zlashtir mumkin. Ammo musulmon bildigan zakatning farz ekanligini Alloh tarafidan. Ahamiyat nima deb bu temadan boshlasak? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her türlü ibadetlerini yol qo'yish orqali o'zi bevosita aloqa qilish fursatini yaratib bergan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ve bizge ibadetlerini qaysi şekilde qilish yo'llarini ko'rsatgan Muhammed Aleyhisselam'a dua salomı olsun. Zakatninki ahamiyati nima degan bu savol zakat qarta muomala qilishda muhim savol hisoblandi. Chunki zakat islom asoslarining 3-turi hisoblanadi. İqtisadi ibadet hisoblanadi. İctimai farz hisoblanadi. Hem aqideninki ameli namoyansi hisoblanadi. Tavhidni qabul qilganlik, tavhidni e'tirof qilganlikninki ameli namoyansi hisoblanadi. Chunki mol dunyo jonning yarmi degan gap. Buni chiqarish aqidaga munosabatli bo'lmasa chiqarilmaydi. Bu zakat Alloh taologa itoat qilish, Alloh taolo bo'ysunishning ko'rinishi. Taqvolikni ishga oshirish va iman ruhi bilen yaşaş ifadesi. Hem şundaqlam özüdeki her türlü illetlerini hal qilish, paklash yo'li. Şunun bilan birlikte medeniyet yaratish bütün insanlar intildigan ve ijtimoiy küpillikni vücut chiqarishning vasitasi hisoblanadi. Demek medeniyet yaratimiz desek, zakat bunun vasitasi, ijtimoiy küpillik tüzümü bilen kesellerini yığıştırmışsak, yani bu zakat bunun vasıtası hesaplandı. Zakat şundaqlı yana Allah Taala'nın ki çeksiz nimetlerine şükretkanlık hesaplandı zakat bir işte. Özümüzde dinin ruhi boyunca yetiştiriş ya terbiyeleş yolunu tutkanlık hesaplandı. Ahlak faziletini özleştirgenlik hesaplandı. Naçar palet olgan bolsa ondan qutulganlık hesaplandı. Şunun için zakatni ijtimoiy qiyinchiliklarni hal qilish chorasi deyalamiz. Bu zakatning ahamiyati to'g'risida Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo qanchilgan oyatlarda namoz bilan bir o'rinda bayon qilgan. Namoz bilan tang bayon qilgan. Masalan, va aqimus salata va atuz zakata va atiur rasula la'allakum turhamun. Namoz o'qinglar, zakat beringlar. Samimi dindar bo'lish uchun yoki musulmondachilikni joyida qilish uchun payg'ambar ko'rsatgan yo'l bo'yicha manglar. Agar sizlarda mush shart, mush sifat hosil bo'lsa, la'allakum turhamun.
Allah'ın rahmetiga endin erişəlisizlər. Amallik, xatircəmlikə endin erişəlisizlər. Bu ayetning taqozzosiga asosan zakat imani mecburiyet hesaplanır. Çünkü farz. Xo'sh. Musulmonlikningki ifodasi hesaplanır. Ve Allah'ın rahmetiga, merhametiga erişishning yo'li hesaplanır. İslam zakatni iymonning alomati sifatida bayon qilgan. Ve samimiy dindarlikningki ifodasi sifatida bayon qildi. Shuning bilan birlikda iymon bilan nifoq orasini ayirib turish yoki taqvolik bilan fosiqlikni farqlantirish bir fosil alomat sifatida bayon qilgan. Mesela bunun delili Kur'an-ı Kerim'de فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer bu edem olsa, doğru yol kirse, namazını okusa, zakatını verse, endin dini karındaşlık süpte girişeliydi. Eğer namaz bulmasa, zakat bulmasa, dini karındaşlık, bu salahiyet, bu süpetkim girişenmeydi. Resulullah zakatning ki ahmiyetini, bu musulmonlikning namoyandisi ifodasi ekanligini bizga bayon qilib, as-sadaqatu burhan. Zakat musulmonlikning alomati edi. Samimiylikning ki ifodasi edi. Taqvolikning yo'li deb ko'rsatgan. Qaraydigan bo'lsak, namoz, roza Allohning xolis haqqi hisoblanadi. Ammo zakat bir tarafdan Allohning haqqi bo'lsa, yana bir tarafdan jamiyatning haqqi hisoblanadi. İnsanların hakkı hesaplanır. Şuna qaysi bir insan Allah bekitken bu farzne itiraf qilsa, shuningdan birlikda jamiyatning haqqini ado qilsa, musulmonlikning namoyandasini ifodalay oladi. Agar jamiyatning haqqini ado qilmasa va jamiyatdagi qiyinchiliklarni hal qilishga kuch chiqarmay qolib qolsa, buningga azob bor. Hesap var. Allah bu cemiyetden meselesi köngül bilmezlik, her türlü kıyınçılıklarını hal kılış güç çıkarmasını qattiq agahlandırgan. Kur'an-ı Kerim bu doğrusunda وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Altın kümüşlerini toplavagan, to'ngiltib qo'ygan, to'g'ri yo'lga ishlatmagan, Allah razı olduğu yolda onun hakkını ada qilmagan, yollarını besip yatkan, bunun hakkını ada qilmagan bu adamlarni fabeşşirun bi azabin alim. Ağır azab bilan agahlanadi. Nima ish qilsa, Allohning haqqi bo'lsa o'tishi mumkin. Xo'sh. Ammo insonning haqqi bor buningda. Jamiyatning haqqi bor. Agar bu haq o'talmay qolib qolsa, buningga ağır hisob bor, ağır jazo bor. Bu zakatningki ijtimoiy hayotga ta'sir qilsak, taraf-tarafdan chiqib turadi. Misal tariqasida bir qancha misolni olaylik. Zakat birinchi qilib zakat bergan odamni bixillik, shaxsiyatchilik va iqtisodiy mustabidlikdan poklaydi. Xo'sh. Ikkinchi qilib zakat mol-mulkni birisi Allohning haqqidan poklasa, yana birisi insonning haqqidan poklaydi. Zakatning yana bir ortiqchilik qarasak, İslam cemiyetine buzutib olgan, vayron qilib o'tib olgan, pochilib o'tib olgan illatlar bor. Masalan, bunun birisi kambag'allik. Biz deyishimiz mumkin, kambag'allik qanday vayron qilibdi? Sotqunlik nereden kelib chiqyapti? Bir tarafi aqidaning sustqidan kelib chiqsa, yana bir tarafi kambag'allikdan kelib chiqyapti. Jasuslik nereden kelib chiqyapti? O'zining musulmon millatini vayron qilib turgan ofat nereden kelib chiqyapti? Kambag'allikdan kelib chiqyapti. Mahrumlikdan kelib chiqyapti. Agar zakat o'zining joyida iste'mol qilinsa, sotqunlik qildigan, xoinlik qildigan ma kasaldan to'xtagan bo'ladi. Yoki bu ofat ozligan bo'ladi. Shuningdan bilan birlikda hasadxo'rlik va iqtisod va odamlarni yomon ko'rish yoki uch ko'rishga o'xshash bu illat, bu kasallardanmi zakat poklayadi. Bu zakat buningdan cheklanib qolmaydi, buning ortiqchiligi yoki mevsi. Birinchi qilib zakat bergan odamning mol-mulkini himoya qiladi. Zakat bergan odamning mol-mulki turli ofat xatarlardan qo'g'day oladi. Rasululloh bu to'g'risida
zakat mol mulkka aralashib qolsa, ya'ni zakat chiqarilmay qolib qolsa, mol mulkni vayron qilib o'tadi. Demak, bu hadisning taqozosi, agar zakat berilsa, puli va odam o'zining pulini turli xatarlardan, turli azoblardan, Allohning har turli sinashlardan qo'g'dab qola oladi degan bo'ldi. Buning asosan zakat musulmonlarning har turli ehtiyojlarini qondiray oladi. Qiyinchiliklarni hal qila oladi. Jamiyat orasida mehr shafqat, ko'yinish, sadoqatdan iborat bu rishtani vujudga chiqara oladi. Xulosaga vaqtimizda zakat İslamның büyük iqtisadi tuzilmasi. Bu iqtisadi faaliyet ya iqtisadi tuzum bo'lish bilan birlikda siyosiy adolat hisoblanadi. Chunki jamiyatdagi tangpongliq boylar bilan kambag'allar orasida normallashadi. Jamiyatdagi siyosiy adolat vujudga chiqadi deganimiz, bu yerda o'chmanlik, yomon ko'rash, hasadxo'rlikdan iborat bu kasal yo'qolsa, kambag'allik, mahrumlikning tugishi bilan siyosiy adolat ish qo'shdi. İctimai muqimlik ish qo'shdi degan. Shuning uchun bu zakat Allohning bandalarga bergan marhamat. Madaniyatlik hayot, go'zal hayot, bir-birisiga ega chiqadigan, boshqalarning holidan xabar olishni iymoniy majburiyat, musulmonlikning taqozosi deydigan eng go'zal hayot kelib chiqadi. Mana zakatning ahamiyati mishal ko'rindi. Shuning uchun xulosaga vaqtida imkoniyat turib zakat bermaslik dinimizda fosiqlik hisoblanadi. İnkar qilib qolsa dindan chiqib tugadi. Agar imkoniyat turib zakat bermay qolib qolsa fosiqlik, uning jinoyati fabashirun bi azabin alim degan oyat hukm bo'yicha ig'ir gunoh hisoblanadi. Xo'sh. Ko'pincha rahmat, nəhayət güzel yechib berildi. Oxirida so'zning oxirida zakat, ya'ni madaniyatlik jamiyat qurib chiqishning asosidir degan narsaga xulosalar. Shuni biroz aytish mumkin bo'lsa. Zakat madaniyatlik jamiyat qurishning asosi deyilamiz. Vasitasi deyilamiz. Chunki jamiyat xotirjamlikka erishadisa, ya'ni qachon xotirjamlikka erishadi? Inoq bo'lgan vaqtida, birlik bo'lgan vaqtida, turli ijtimoiy kasal ofat tugagan vaqtida, insoniyat tahdid solgan eng chong xatar misol olsak, kambag'allik, kasallik, xo'sh, ishsizlik. Başqasını hesab qilmayapti. Bu har vaqt insoniyat tahdid solib turgan bir omil. Zakatning maqsadi mush kasallarni jamiyatdan tugutish. Bu ofatlarni jamiyatdan yo'qotish. Unda o'g'a vaqtda jamiyatda omonlik bo'ladi. Jamiyat qurilmasida xotirjamlik shakllanadi. Xo'sh. Alloh taolo jamiyatni qanday qurishning lozim ekanligini biz bayon qilib, buning maqsadini xuz min amvalim sadaqatan tutahhirum biha va tuzakkihim. Zakatni biz ko'z bir. Zakatni ol dedi. Boshqa oyatlarda namoz o'qisa zakat bersa, o'zligidan qilishga majburiyat dedi. Chunki bu farz dedi. İxtiyorlik ish emas dedi. Nafli ish emas dedi. Agar o'zligidan bermay qolib qolsa, sen davlatning rais bo'lish sifating bilan, hokim bo'lish sifating bilan ol dedi. Maqsad nima desa, bular poklansin, tozlansin. Dinning ruhiy ko'rsatmasi bo'yicha yashaydigan bir holat kelsin. Demak, bu oyat zakatning farz ekanligini bayon qilib turadi. Zakatning nima uchun yo'l qo'yilishi, ya'ni jamiyatni pokiz bir jamiyatga aylantirmoqchi, madaniyatlik bir jamiyatga aylantirmoqchi, bir-biriga ega chiqadigan, kambag'al, kasal, qiyinchilik va odam bo'lsa, uni qarab turib o'tab ketmaydigan madaniyatlik bir jamiyat qurib chiqish uchun ko'z turadi. Shuning bilan birlikda zakatning yig'ish masalasi bu davlatning raisining, hokimning majburiyati deb belgiladi. Shunga bu oyatning taqozosi asosan musulmon hokimlar jamiyatda zakatlarni yig'ib, muayyan bir sandiq to'plab, ham keraklik bo'lgan dinimiz ko'z bergan o'rinlarga taqsim qilish ularning majburiyati. Agar ular bu mas'uliyatni o'tamasa bugungidek, yoki bu mas'uliyatni o'taydigan davlatimiz bo'lmasa, yoki shar'iy sultonimiz bo'lmay qolib qolsa, musulmonlik majburiyati bilan o'zligidan buni atlanish lozim. Chunki bu zakat bir tarafdan Allohning haqqi bo'lsa, yana bir tarafdan jamiyatning haqqi. Qur'oni Karimda vallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il vel mahrum. Baylarning mol mulkida, iqtisod va odamlarningki dollarlarda
Zavod paprikalarda soil ahvoli qiynalib tushib qolgan. Turmush qiyinlashib ketgan. O'zining yo'lini o'z olmaydigan, mahrum, turli yo'llardan mahrum bo'lib qolgan, ya qiyin sharoit qilib qolgan odamlarning haqqi bor. Bu yerda huquq masalasi bor. Haq huquq masalasi bor. Boylarning zakot berish iymoniy majburiyati jamiyatga har turli qiyinchilik qilib qolgan odamlarning bunga erishish haq masalasi. Bu oyatga haq degan so'z qarsak, zakotninki dunyolik ibodat ekanligini, madaniyatning yo'l ekanligini ko'rsatadi. Nima ish qilsa, kambag'al bo'lib qolgan odamlar durust mansa, to'g'ri yo'lda mansa, iymon aytsa, samim sog'lom bo'lsa, bu jamiyatda qiyinchilik, g'am andish tushib qolmaydi. Musulmon qarindoshlarim mening qiyinchiligimni hal qildi. O'zi kuchaydi, sabab qiladi, butun kuchini ish qiladi. Shundaqdimi ishlar aplashmay qolib qolsa, musulmon qarindoshim meni yo'laydi. Mana mav madaniyat deymiz. Oyatni ikkinchi qarsak, ikkinchi so'zda ma'lum deydi. Xo'sh. Aniq bu deydi. Zaman qanday o'zgarib ketsin, qanday makon farqlanib ketsin, zakot tuzumi o'zining qimmatini yo'qotmaydi. Har vaqtda tatbiq qilingani bo'ldi. Bu zakot bu oyat 3-bir so'z mahrum degan bir so'z. Sayil aniq tilamchi. Tilab kelgan, so'rab kelgan odam bor. Oyat bizni boshqa bir ishorat beryapti. Seni oldin kelmaydigan odam bor. Xijli bo'lgan odam bor. Ig'ir kuni qilib qolgan odam bor. O'zining izzat sharafini saqlash uchun yüzün tökez fakat xalamaydigan odam bor. Sening majburiyeting sen osh odamdan izlab so'rab o'zing topsan. Osh odamdan tepib chiqib uning holidan xabar olsan. Bu seninki mol mulkingdagi oshlarninki haq huquq masalasi edi. Adolat masalasi edi. Shuning uchun madaniyat mana shunday shakllan. Bu yerda shuni kesib deyaramizki, zakot berish bir odamning yon bir odam qilgan minnat emas. Bir odamning yana bir odam qilgan yaxshilik emas. Yaxshilik qatori kirmaydi bu. Bu boshqalik, saxovat masalasi, ioni masalasi kirmaydi. U yaxshilik, lekin bu yaxshilik emas. Bu majburiyat, bu iymonning taqozosi, tavhidning taqozosi, musulmonlikning belgisi. Shuning uchun zakot berganda zakot oldigan odamning chiqqanligi uchun xursand bo'lsa bo'ladi. Zakotdan iborat mol mulkimni, zakotdan iborat farzni gadanda saqit qilib oldim deb Alloh shukr etsin. Chunki zakotdan birinchi qatim foydalangan odam kambag'al emas. Birinchi qatim foydalangan odam zakotdan beradigan odam foydalandi. Birinchi foyda uninki, ikkinchi foyda kambag'allik. Shunga zakot berish o'lchim yetgan odamlar zakot bermay qolib qolsa, oxiratga ziyon tortadi bu odamlar. Tabashshirhum bi'azabin alim degan oyatni hukm bo'yicha. Oxiratga ziyon tortishdan sirt ma dunyoning jamiyatninki buzilishiga, xo'sh, jamiyatning orqada qolishiga, madaniyatning vayron bo'lishiga, hatto davlatning qo'ldan ketishiga sabab bo'ladi. Biz yuqorida qisqa misol oldik. Jamiyatga turli illat, kasal tuzlanmasa, bir bo'lik odamning ixtisoz sababidan josus bo'lishi mumkin. Xuddi hozirgi Uyg'ur josuslarga o'xshash. Bir bo'lik ayollar turmush sababidan harom yo'lga kirish mumkin. Buning sababchisi kim? Jinoyatchisi kim? O'zining ustidagi farzni ado qilmagan odam. To'g'ri. Ammo kambag'al odamlar, ehtiyoji bor odamlar kelsa, zakot ololmay qolsa, bu dunyoda qisman qijlanishi mumkin. Jafo tortishi mumkin. Lekin ular to'g'ri yo'lda bo'lib qolsa, oxiratlikni ziyon tortmaydi. Hidoyat yo'l tutmasa qishlalsimi, u ziyon tortmaydi. Ziyonni tortadigan odam iqtisodi va turib, imkoniyati va turib, gadindagi farzni ado qilmagan odam. Shuning uchun kesib deyaramizki, islom dini zakotdan iborat bu farzni madaniyatlik jamiyat, bir-biriga egi chiqadigan jamiyat, bir-biri ko'yindigan jamiyat, bir-birining qo'ldan yo'tlab mangdigan jamiyatni shakllantirish uchun farz qilgan. Dastlabda bu vatandoshlik hukmini o'tirib qo'ygan. İşini özünün mahallangdan başla, yizangdan başla, şehringdan başla, davlatingdan başla. İşini qilgan vaqtda endi sirtqa chiqdi. Madaniyat degan bu. Shu sababdan islom dini zakot yig'ish masalasini davlatga topshirdi. Nima uchun davlat topshirdi? Davlat bir tutash yig'ib, eng ehtiyojli bo'lgan, eng munosib bo'lgan, eng tegishli bo'lgan yerga taqsim qilib, buningki bu vazifani o'rinlasin. Buning huddisidan chiqsin.
Nima ish qilsiz? Davlat topshirib qo'ydi. Xuz min amvalim degan yerda, boshqa yer Basim Ismoil ol degan yerda qarab boqaylik. Zakatni berish masalasida, taqsim qilish masalasida zakat beruvchilarning buni aralashib olmagani yaxshi. Nima uchun degan vaqtida, masalan, men zakat versam, o'zim taniydigan odamga, balkim tuqqanlarim berishim mumkin. Men o'xshash tuqqanlarimdan boydan 5-6 bo'lsa, masalan, hammasi o'xshash tuqqanga bersa, og'ini takrar zakat oladi. Xo'sh. Olamagan bicharalar u mahrum qoladi. U mahrum qolsa, uning qiyinchilik hal bo'lmasa, jamiyatda kambag'allik mavjud bo'ladi. Mahrumlik mavjud bo'ladi. Qiyinchilik hal bo'lmaydi. Buning natijasida inson bo'lish e'tibori bilan hasad paydo bo'lishi mumkin. Hasad bir-birimizni vayron qilib o'tadi. Jamiyat omonligini buzadi. Oxiri davlatni sotadigan yerga yoki nima korim deydigan yerga kelib qo'yadi. Shu buni hal qilishning chorasi muayyan bir organ. Davlat bo'lmagan ekan bugungi kunlikda. Biz vatan bo'lmagan ekan bugun Istanbul misolga olsak, bu zakat berish masalasi qancha % odam zakat berishdan qat'iy nazar o'lcham yetganlar odam bo'lsa 85 gram oltin kuchaydigan odam zakat bersin. Bu zakat berish masalasi Istanbuldagi yerda oshqulliqmi tabi emas yoki diniga sus qaraydigan pasib emas, o'ttira hal yo'l tutgan bir tashkilot ega bo'lib qo'ysa yaxshi. Masalan, ulamolar birligi tamsil bo'la oladi. O'ttira hal yo'l tutug'liq, oshqulliq yo'q, pasib yo'q. Ma'rif jamiyati mashinaga o'xshash. Xo'sh. Bular zakatni bir tutash yig'ib, eng ehtiyojli bor o'rinlarga ishlatsa, agar zakat bergan odam ta'lim talab qilib qolsa, hujjat sufda ta'lim berib, ishlatgan o'rinni ko'z sifatsa, ta'lim orqali bergan o'rinni deb bir taraf qilsa, bu zakat dal o'zining joyini topadi. Jamiyatda go'zallik, barobarlik, qarindoshlik, mehr-muhabbat, yaqinlik bu holatni shakllantiradi. Mana buni madaniyat deb ataymiz. Bu yerda xalqliq bir masala bor, olimlarimiz alayda eskartgan. Zakat yig'ish masalasidan bakrak zakatni taqsim qilish masalasi muhim bo'lishi mumkin. Agar muhim demagan vaqtda zakat berish qancha muhim bo'lsa, zakatni odil taqsim qilish, munosib o'ringa berish masalasi zakat yig'ishdan ahamiyat jihatda qilishmaydi. Chunki Qur'oni Karim zakatni falon narsani ol deb bayon qilib bermadi. Uni sunnat bayon qilib berdi. Ammo Qur'oni Karim bizga zakat beradigan 8 turlik o'rinni muayyan qilib bekitib berdi. Demak, zakat yig'ish iymoniy majburiyati bilan qiladi uni. Musulmon bo'lgan ekan bu dinni kirgan qiladi. Agar qilmay qolib qolsa, musulmon hokim bo'lib qolsa, oladi uningdan. Majburiy shaklda. Lekin taqsim qilish masalasi bu muhim. Nafs u ham bu ham qo'lga kelgan ketib qolishi mumkin. Şu ayet kerime 8 turlik o'rinni alayda ko'rsatib bergan. Bu zakat, yani madaniyat yaratadi deganimizda roli doirasi yomon kelar. Bu musulmonning aqidasini himoya qiladi bu zakat. To'g'ri yo'lda mengishga his qo'sha oladi. Masalan, Afrikani misol qilaylik. Afrikani misol qilmaylik, Uyg'urlarni misol qilaylik. Bir bo'lib Uyg'urlar xristian dinini qabul qildi. Belki ba'zilari izini baqay nimbat degan bo'lishi mumkin. Qisman persanga yetmaydigan yoshlar. Lekin bir bo'lak yoshlar nima deb kirdi? Oyda bir degan pulni deb kirdi. Amaliyotimiz amaliyot. Agar zakat o'zining joyini topsa, jamiyatda ehtiyoj bo'lgan odamlarga berilsa, turmush besimi sababidan, iqtisodiy besimning sababidan dinni o'zgartirishga majbur bo'lmaydi. Zakat musulmonni dinda mustahkam qiladi. Aqidasida chong tura oladigan qiladi. Ham xato yo'llarga ya shaytonning ozdirishlardan o'zini himoya qiladi. Xulosaga vaqtida qaysi bir jamiyatda ma'naviy jihatdan va moddiy jihatdan o'zini kifoya qilaligidek holat shakllansa, ya'ni moddiy jihatdan o'zining masalasini o'zi hal qila olsa, ma'naviy jihatdanmi o'zining masalasini o'zi hal qila olsa, bu jamiyat o'zining dunyolik natija qozonib ketadi. Dunyolik natija qozongan oxiratda albatta natija qozonadi. Madaniyat buni bilan hosil bo'ladi. Shuni bizning dinimizda bir odam qiyinchilik qilib qolgan bo'lsa, falata qardi. Va ammas-saili falatan. Nima korim sen tilamchi bilan demaydi. Ayblon dinimiz adabsizlik, axloqsizlik deb qaraldi. Bo'voy o'lab qolsa, yashinib qolib qolsa, uni santriyaga bijak olib qo'yash
hurmatsizlik hisoblanadi. Bu madaniyat asli mana hamkorlikda, bir-biri ko'rinishda, bir-biriga ega chiqishda hosil bo'ladi. Hakikaten güzel ma'nolari. Hem biz zakatning hakikaten ijtimoiy jihatda qanchalik jamiyat uchun muhim ekanligi inoqlik jihatdan bo'lsa, mushda darajada bugun insoniyat orzu qilayotgan tinchlik hamma narsasi Alloh farz qilgan zakatdan iborat bir farz amalni to'liq haqqini berib ijro qilgan vaqtimizda jamiyat uchun oldi bilan shu boy uchun qanchalik ahamiyatli bir gadindagi vazifasini ado qiliblam tugab qolmay butun jamiyatda shuncha vola so'zlangandek jamiyatning har qaysi taraflarida bugun orzu qilayotgan bir go'zal tinch bir jamiyat qurib chiqishga asos yaratadigan darajada shunday bir foydalari borligini ko'rib o'tdik ham bu narsani so'zlab bari. Biz normalde ijtimoiy jihatdan kambag'allar tar doirada tushunamiz hamda mushlarning gibi o'tkinchi qiyinchilikni hal qilish masalasi bu zakat degan u deb. Bu şekilde tushunamiz. Zakat nomida siyosiy qiyinchiliklarni hal qilishdagi roli bor deyilsa, buni qanday aytish mumkin? Biz dastlab zakat degan so'z qarab boqaylik. Zakat degan so'z taraqqiy qildirish degan gap. Sal zamonaviy tilda ifodalasak. Güllendirish degan. Qiyinchiliklarni hal qilish degan. Mayli kambag'alning qiyinchilik bo'lsin, mayli qarzlarni bo'lib qolsin yoki boshqasi bo'lib qolsin, qiyinchilikni hal qilish. Va bundan keyin yuz berish ehtimoli bo'lgan har turli krizislarga taqobil turish eng yetildiradigan siyosiy va iqtisodiy atalg'u. Zakat degan bu atalg'u, ma'nosi qarasa, qiyinchiliklardan qutuldirdi degan gap. Qaysi bir jamiyat qarsak 8 turli kasal tepiladigan oyat karim bayon qilgan. Bu jamiyat kasal bor degan. Ofat tepiladi degan. Xatar tugmadi degan. Bu 8 turli masala hal bo'lib qolsa, bu jamiyat siyosiy jihatdan xotirjam bir jamiyatga, omonlik bir jamiyatga aylana oladi. Zakat demak qiyinchiliklardan qutuldirish demak. Xo'sh. Qulluq, mahkumlik chiqib qolgan bo'lsa, mayli shaxs olsin, millat olsin, jamiyat, davlat olsin, qutuldirish demak bu. Zakat demak qiyinchiliklarni yengillatish demak. Zakat demak mehr shafqat yetkazish demak. Qiyinchilik chiqib qolganlarning holidan xabar olish demak. Xo'sh. Yaxshi ishlarga oldirash engini o'stiradigan siyosiy va iqtisodiy tarbiya demak. Bu zakat. Zakatning ma'nosi. Zakatning mohiyati. Bu zakat nima uchun yo'l qo'yildi? Jamiyatning krizislarni, qiyinchiliklarini hal qilish uchun yo'l qo'yildi. Xo'sh. 8 turli o'rin jamiyatga eng og'ir kasal. Kambag'allik kasal, tilamchilik kasal bir oz lekin kelimiz bu sanığa jamiyatga eng cho'ng tahdid taşı. Demak, zakat jamiyatga qiyinchiliklarni, krizislarni hal qilish uchun yo'l qo'yildi. Gerçi zakat davlatning hal qilishi majburiyat bo'lgan bir qiyinchilikda bo'ladi. Bir davlatning tinch aman yashash uchun hal qilish kerak bo'lgan masalada bu ochquch. Ha, ochquch yani. Zakat mush qiyinchiliklarni hal qilishning ochquch. Siyosiy va ijtimoiy krizlarni majbur hal qilish yo'li bu. Majbur edi. Nima uchun majbur deymiz? Qo'limizda 2-4 tal tanga bor, 85 gram oltin yetkidek pul sundursa. U vaqtda iymonning taqozosi bo'yicha Xo'sh. U zakatni berish biz majbur emas. Biz majbur. Iymonim bor, musulmon odam, yaxshi odam deydiganmiz, berishga majbur. Unda o'g'a vaqtida ijtimoiy kasalni, siyosiy kasalni hal qilishning majbur chorasi. Bu zakat jamiyat turli ish harakatga yo'l ochadi. Taraqqiyot qasd qo'shadi. Kasallik tutgandan keyin kishilar na qarabmoqda bo'lsa, Alloh qarabmoqda. To'g'ri. Zakat har qanday vaqtida zakat berguchi va zakat olguchi omonlik olib keladi. Zakat bergan odam boshqalarning qiyinchiligini hal qilgan bo'lsa, shu vaqtda o'ziga kelmoqchi bo'lgan xatarlardan o'zini himoya qila oladi. Chunki uning mol-mulkini Alloh taolo turli sinoqdan, uning beshiga kelmoqchi bo'lgan turli ofatlardan zakat orqali himoya qiladi. Sabab qilganlik shu. Qaysi bir jamiyatda zakat beradigan odamlarning nisbati soni oshsa,
jamiyatdagi kasallar tugaganlik uchun bu jamiyat olib qarabmadi. Gullanish qarabmadi. Masalalar hal bo'lish qarabmadi. Siyosiy qiyinchiliklar oxirlashdi. İşsizlik tugaydi masalan. Sotqinliklar oxirlashib tugaydi masalan zakot berilsa. Kambag'allik yo'qaydi. Bu hammasi bir tarafidan ijtimoiy kasal, bir tarafidan iqtisodiy kriz bo'lsa, yana bir tarafidan bu siyosiy kasal. Agar hali burundan tortib jamiyatimizga kambag'allarning holidan xabar olingan bo'lsa, u darajadagi josuslik, u darajadagi ishbiyonlik, u darajadagi rezillik olib ketmagan bo'ladi. Masjiddan chiqmaydigan odamni qo'shnisi chaqib qo'ydigan. Roza hejga to'xtamay bordigan odamlar dinimni o'rganaman deb o'zining millati, vatan uchun xizmat qilayotgan odamlarni tutib bordigan odamlar. Bu qanday bir dindorchilik? Bunun sababchisining birisi o odamdagi g'ofillik, diniga samim bo'lmaslik yoki saxta dindorlik bo'lsa, yana bir tarafda sabab bo'layotgan omil bor. Kambag'allarni kontrol qilmaslik, kambag'allarga ega chiqmaslik, dushmanga tashlab bergan holat bor. Shuning uchun bu kasallar bu yerda hal bo'lmay kelyapti. İslamdagi bu zakat siyosiy mas'uliyati bor. Iqtisodiy mas'uliyati bor, ijtimoiy mas'uliyati bor, axloq mas'uliyati bor. Agar musulmonlar samim bo'lib diyonatida zakat berishga tegishli odamlar hammamiz bir tutaj zakat beradigan bo'lsa, ijtimoiy mushkullarga oldinburun hal bo'ldi. Siyosiy qiyinchilikmi uning qo'shilib hal bo'lib ketgan bo'ladi. Nurg'un siyosiy qiyinchiliklar bor, bom tupgan bo'ladi. Nima uchun bunda deyilamiz? Chunki zakat boylardan olingan bilan jamiyatning qiyinchiliklarini, ijtimoiy qiyinchiligi, iqtisodiy qiyinchiligi, siyosiy qiyinchiliklarni hal qilish uchun qo'llanildi. Demek buna siyasi taraf bağımız mı? Hem de bir yerde bir mesele var. Buna koşup kıstırıp ötep geteyip. Biz zakatın ki siyasi qiyinchiliklarni hal qilish roli degan bu temani so'zlagan vaqtida hammadan burun bizning kallamiz savolga keladi. Masalan, chet eldagi Uyg'urlarni misol olsak, yo Sharq Turkistonliklarni misol olsak, ishlarimiz eplashmay siyosiy tashkilotlarga qarasak bir nuqta kap bo'lamay, hammasininki iqtisodiy manbasi bavlar yo'qning orasida uzuk. Xo'sh. Qiyinchilik bormisiz bu? Eng yomon yeri siyosiy tashkilotlarimiz hammasi o'rtaq tepildigan. Yomon yer nimasi? Hamma tashkilotlardagi o'rtaq tepildigan ojizlik nuqtasi mening tasavvurimda. Yo'l xaritasini sizdigan millatni qimmat qarash asosli prinsip asosi bir yerga ekiladigan va har turli chiqish yo'llarini sizib chiqadigan tadqiqot markazining yo'q ekanligini biz bilyapmiz. Şuna 2 kunda bir tashkilot qurilishi mumkin. Bir tashkilot qurilsa 2ga 3ga parchalanib ketishi mumkin. 101 tamdus amaliyot 101 o'tadi. Agar biz siyosiy qiyinchiliklarimiz bir oz tuzalsin, bu tashkilotlar oviy vermay 3-4 bo'lib, sal qisqarab, cho'nglari, kichiklar cho'ngning qatoriga bir qatilib, samimiy bo'lib, bu millatning qimmat qarashi, diniy kimligini himoya qilib, milliy kimligini himoya qilib bir nuqta kelayli, asosiy prinsip, asos bir yer kelaydi desa, birinchi qilib tadqiqot markazi muhtoj. Butun tashkilot. O'zi asson mayli yoki boshqa asson ijobiy taraflarni ko'rsatadigan, salbiy taraf bo'lgan bo'lsa, uni tuzdiradigan. Bundan keyingi qimmoqchi bo'lgan 5 yillik, 10 yillik plan tuzib beradigan, 6 oylik, 3 oylik emas, balki yo'l ketib berib, qayonmasa qoladi deb ma'may plan tuzib beradigan bu tadqiqot markaziga muhtoj. Endi buni qaysi soha? Bular har sohaning kasbiy odamlar qatnash lozim. Diniy nuqtadan, milliy nuqtadan, siyosiy nuqtadan, iqtisodiy nuqtadan, jamiyatshunoslik nuqtasidan. Chunki taqdirimiz bir bizning. Hamma odam bunga kuch chiqarish lozim. Endi buning bilan birlikda bu siyosiy tashkilotlarning iqtisodiy manbasi tub. Tashkilotlar o'zining iqtisodiy manbasini hal qilmasa, boshqa bir davlatningki bankasiga bog'lanib qolsa, yoki boshqalarning qo'li bog'lanib qolsa, mustaqilligini yo'qotadigan. Ishlari oldiga mangmaydigan. Birdan manzib ishdan to'xtabdi deydi. Demak, qaysi bir harakat jonlanish uchun birisi sog'lom fikr
oshqulliqdan xoli, passiqlikdan xoli o'ttiral yo'l tutgan iqlimni shakllantirish millat xarakterlik. Buning bilan birlikda iqtisodiy baz sifatida, iqtisodiy manba sifatida har bir musulmon, Sharq Turkistonlik musulmon badal pul to'lash lozim. Bu uni qilib bermadi, buni qilib bermadi. Dardlarimiz yo'q, shikoyatimiz yo'q. Yo'l hozirlab berishimiz lozim, qildiganlarga. Sharoit hozirlab berishimiz lozim, imkoniyat hozirlab berishimiz lozim. İanı sifatida, o i'anasi ayrim. Her oildan eng az o'g'avatida ayda biz lag'mandan pulni bersa 10-20 odam ishlatgan bo'lishi mumkin. Qaysi tashkilot ishlatsin? Eng az o'g'avatida. Bu iymoniy majburiyat. Chunki bu millat musulmon millat, iymon nuqtadan qil. Bu vatanparvarlik masalasi, vatan da'vosi. Bu millatni, musulmon millatni himoya qilish masalasi. Bu axloq masalasi. Hammadan burun o'zining masalasi. Bu masalani hal qilish uchun badal pulni o'zligidan bu millat chiqarib turgan kirish lozim. Buningda ilgari xarid sizilish lozim dedik tadqiqot markazida. Ikkinchi o'rin iqtisod manbasi. Bu yerdan kelgan ba'zi narsalar emas, balki muqim, muntazam holatda davomlashadigan badal pulga muhtoj. Nima uchun degan vaqtida bu tashkilotlarga to'g'ri yo'linish. Ham hozir qarasak bir bo'lagi ochiqlik tarafida bo'lsa, bir bo'lagi passivlik tarafida bor. Ikkinchisi millatni yo'rug'liq chiqolmaydi. Sog'lom qirg'oqqa boshlab borolmaydi. Chunki bir bo'lik millat ani qo'llamaydi, bir bo'lik millat mani qo'llamaydi. Şu milletning kimligi asosida harakat nazar shakllanishi lozim. Buning qarta tadqiqot markazlari ochilishi lozim. Siyosiy harakatlar uchun pul ketadi, tadqiqot markazi uchun pul ketadi, millatning dardini olish uchun haqasillarga o'xshash tashviqot markazi uchun pul ketadi. Biz uni qilib ket, buni qilib ket. Anlatadiganqa imkoniyat sharoit yaratib bergan chaqda bu da'vo andin islom dunyosi bo'yicha, insoniyat bo'yicha, u yer bo'yicha harakat qilgan. Jonlandigan. Agar bu xalq o'zining bu mas'uliyatini ado qilmasa, iymoniy nuqtadan, milliy nuqtadan, axloqiy nuqtadan, inson nuqtadan ish hozir qo'shib uxlab qolib ma'digan gap. Yana bir misol aytaylik buni. Balkim ba'zi ittifoqlash mumkin, ba'zi ittifoq kelmasa mumkin, ammo muhim masala. Masalan, ulamolar birligini misol qilaylik. Boshqalarning qanday qarashdan qat'iy nazar, ulamolar millatni to'g'ri yo'lga yetaklovchi. Payg'ambarning izbosarlari. Uning ustiga chet eldagi mutlaq ko'p sondagi ulamolar mayli haqiqiy tavba bo'lsin, mayli shaklan kirgan bo'lsin, bir birlikning simvoli sifatida bir tashkilotni quribdi. Millatning yuzi bo'lgan to'g'ri yo'lga boshladi degan xato aqimlarni tuz deydigan bir tashkilotning ulamolar birligida bir xalq kengri bir faoliyat olib borilsa, turli ilmiy faoliyatlar shug'ullansa, bir o'ziga loyiq ulamo sifatida bir binosi yo'q. O'ziga loyiq ilmiy faoliyat yig'inlarini ochadiganga o'zining bir markazi yo'q. Bu haqiqatan insonni afsuslantiradi. Bu millat dastak vermagan, qo'llamagan bu harakatlar qanchalik faoliyat qiladi o'sin. Tema bu temuşdan tüydi. Hakikaten girmeyin. Uçur nayeti güzel verildi inşallah. Buna o kulak saldık Allah muhakkak çıkışını ümit kılımız inşallah. Yani hakikaten biz de yukarıdaki meyli bu siyasi zakatının siyasi cihetteki tinçlikinin siyasi cihetteki qiyinchiliklarni hal qilishdagi roli bo'lsin yoki ijtimoiy jihatga kapolatga bo'lsin degan dunyoda yana bir jihatdan bu zakot masalanga agarda bir islomiy bir hokimiyat bo'lgan bo'lsa davlat oladi deyiladi. Xuz min amvalihim min chiqalaman. Degan biz dunyoning har qanday yerda yashaylik, islom o kadar adolatlik. Shunda bir 85 gram oltinni oshgan vaqtida uning keyindan bir yil o'tib bo'lgandan keyin sen pul tapqandan keyin qo'lingda shu pul bo'lganda aran 2,5% bersan deb shu qadar oz bir narsani qiliqliq hamda farz qiliqliq bizga. Shu narsa ijro qilgan vaqtda bu jamiyat shunday darajada gullanadigan ishkan hamda. Degan mayli nadi yashayli degan Yevropaninki, G'arbninki o qadar gullanishimi xalqidan shu asmo hammasini eliyotgan dahshat qimmatlik shu ig'ir bosh sababidan davlatning qo'lida kuchli pul xazinaga kirgashga
Şunun bilan bu yerga dunyoning namlardan musafir boram demiş, hammasini ijtimoiy farovonlik eng yuqori shaklda. Shu xalqdan olgan pulda hamda u. Uning bir yerdan osmondan tushmaydi uning hamda. Mayli Turkiyada yashaylar, mishadin masalan bir suv setib olsangmi, har kuni bizning boj to'lamaydigan kunimiz yo'q hamda. Odatda 10 so'mlik bir narsa olsangmi %18 oldi taqa. %18 ya. 100 koy xaysang 18 koy davlatning xazinasiga kirib ketdi degan. İslamның adaleti sen 100 koyun bolsa 2,5 koy. Ve bir yılda bir qetim taqa. Şunda. O derecede hem de bu bunu anlıqçılar belki bu tunji qetim anlığanlar bolsa zakatninki xudolik yuqoridagi majbur olish kerakdi. Asli bunu deganda kelibdim. Boshqa narsani tushunib qolmaslik uchun bugun zaten biz yashayapmiz bugun. Davlat olmasa elish bo'lmaydi. Ya'ni men qistirib qo'yaylik, davlat olmasa u jamoat chiqib, bu jamoat chiqib zakat Allah'ın hakkı olsun, bizler cemiyetin hakkı edip kural tanlap ediş hakkı yok. Bu hakim boğanda, sultan boğan şekilden. Bu cemaatinin kılış hakkı yok. Xuddi devlet adır bacavatkandak, o vaxtida Müslüman boğan diken zakat aldı İslam'da. Yeni bir meselemdi bu şu. Biz zakatның yuqoridagi hamda cemiyet keltirgan paylarını sözüldük hamda. Zakatның bu şu maqsadi nima degan bunu biraz kirsak. Biz ahamiyati to'g'risida to'xtaldik. Maqsadini bilmasak, to'g'ri bunga kirmasligimiz mumkin, diqqat qilmasligimiz mumkin. Bu zakat dunyoda natija qozonishning vositasi. Oxiratda g'alaba qilishning g'oyasi. Dunyoligi va oxiratligi va. İslamning ibodatning hammasi dunyolik, oxiratlik ibodat. Ikkili buningki, ikkili tarafdan ta'siri, natijasi bor. Ya'da turish dalil Qur'on Karimda Alam tara ilallazina qila lahum fa'idyakum aqimus salat va atuz zakat. Xo'sh. Bir bilik odamlar bor. Kuffay siz to'xtab turinglar dedi. Jang qilishning taq sharoit pishib yetilmadi dedi. Endi hozir birinchi qildigan ish nimasi? Edam bo'lish lozim desa. Qurol ko'tarishdan ilgari edam bo'lish lozim. Alloh bilan bo'lgan aloqani samimiy qilish lozim. Alloh bilan bo'lgan aloqani yaxshilash lozim. Aqidani kuchlantirish lozim. Axloq, fazilat yetildirish lozim. Bu ishga mangishdan ilgari billa sap mangdigan odamlarning qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, uni ustiga oladigan, uni holdan xabar olgan ma'qul sharoit yetilmay turib jangni qiyg'inmaydi. Demak, bu yerdagi oyat karimmi taqvolikni yetildirishni maqsad qildi. Endi bu namoz bilan zakotning aloqasidan zich ekanligi, munosabatning qo'yiq ekanligi bizda bir savol tug'dirdi. Namoz hadis kelgandek gerçi ogohlantirib kelgan bo'lsa-mu, musulmon bilan kofirning orasidagi farq deb ko'rsatdi. Demak, namoz o'qilmay qolib qolsa, iymondan chatoq chiqadi dedi. Aqida krizis yuz berdi dedi. Endi bu zakot bu namozdan ayrilmagan ekan. Bir odam namozni o'qib turib zakotni bermay qolib qolsa, bu odamning aqida krizis yuz berishi mumkin. Chunki bu aqida bilan munosabatli masala. Zakat bilan namoz bir-biridan ayrilmaydi. Shunga men deymanki baylarimizga namozga qanday ahamiyat bergandek, ömürde bir qatim qiladigan haj qanday ahamiyat bergandek, men yilda bir qatim beradigan zakatga mayda ahamiyat beramdigan dedi. Chunki bu iymon masalasi, aqida masalasi, boshqa masalalarda ilgari. Bu zakatning maqsadi taqvolikni ishga oshirish. Samimiylikni ishga oshirish. Cemiyetning her türlü qiyinchiliklarni hal qilish orqali boylar o'ziga baxt saodatni hosil qilishdi. Balki bu gap g'alati. Kambag'al mavjud, kasal mavjud, ofat mavjud, bo'linish mavjud, u mavjud her türlü illat kasal voyada boylar xotirjamlik, baxt saodatga erisholmaydi. O'zining atrofida qiyinchilik yashagan odamlar tursa, har qancha milliarder bo'lib ketsin, baxt saodatga ruhiy jihatdan erisholmaydi. İmani cihetden erişemeydi, yol koymaydı. Ahlaki cihetden erişemeydi, insani cihetden mi erişemeydi. Demek zakattan maqsadi cemiyetin meyli boy olsun, kambag'al olsun, bir bütün halette paklaş. Kalbin pakiz haletga keltirish. Dinning ruhi bo'yicha yashaydigan holatni shakllantirish. Bu yerda shuni eskartib o'tish tegishlikki, zakat berish mol-mulkni kamaytirib etmaydi. Zakat bersa mol-mulkning kemiyib ketmaydiganligi musulmonlar nisbatan aqida iymon masalasi. Aqida qilamiz işte. Ashuna ishonamiz. Chunki Alloh taolo
Yamhaqullahu riba ve yurbis sadaqat. Cazana vayron qilib o'tadi. To'zdi o'tadi. Xuddi necha million dollarchilar Çarşı bazar dolarını vayron qilib o'tganda jazoni bor. Ammo sadaqa zakat yurbi oshidi. Malni ko'paytirdi. Barakat akildi. Va ma anfaqtum min khayrin fa huwa yukhlifu. Sen Allah'ın yol işletken bolsan Allah onun o'rnini to'shqiz bir men xotirjam bo'ldi. İtiqat meselesi bu. İman meselesi. Bu vaqtda Rasulullah ma naqasa malun min sadaqa. Kisb aniq ifodalab. Zakat versen pulan kemiyip ketmeydi, xotirjam bo'ldi. Demek zakat kambag'allik jamiyatga madaniyatning to'sqinchi omili bo'lgan nodonlik va kasallikdan iborat insonning eng cho'ng uch dushmaniga taqobil turadi qural. Buning asosan zakat harakat kelmagan jamiyatda ijtimoiy amallik yapılmaydı. Baylama xotirjam yaşayamaydı. Kambag'allar dard alamning sababidan o'taqa xotirjam yaşayamaydi. Demak, jamiyatning amalligi xotirjamlik uchun zakat o'zining rolini ado qilsa, endi hammalarga tang bu baxt saodat yoki amallik yoki go'zal xotirjam hayot nisb bo'ladi. Allah bizni zakat verish qiziqtirib nima deydi deb qarab baq. In tuqridullaha qardan hasanan yudhaifu lakum. Agar sizlar o'zi bergan turib umalni. Allah o'zi bergan turib bizning qo'limizga bilan Alloh tarafidan omonat. Qarz bersanglar deyotdi, o'zi bergan turib. Qarz bersanglar yudhaif. Oshirib bir. Savobidan eshitganligida chek yo'q. Mol mulkning o'zima oshadi. Barkati oshadi. Enin kendim bu yerda tuqridu degan gap bir xiyol qilib boqaylik. Qarz berib tursan. Agar bir shahar boshlig'i qarz berib tursa, bir davlatning boshlig'i qarz berib tursa, bir sultonga qarz berib tursa, qanday tuyg'u bo'lamiz? Qanchalik bir sharaf his qilamiz? Agar butun podshohlarningki, sultonlarningki yaratqusi bo'lgan Alloh taolo qarz berib tursa, qanchalik tuyg'u bo'lamiz? Qanchalik sharaf his qilamiz? Buni bir tushunishga, buni bir o'ylanish to'g'ri keladi. Demek bu zakatninki ahamiyati, zakatning rolida bu yetadi. Alloh taolo buni cheklanib qolmay, takrar buni bayon qilib, zakatni iymon masalasiga bog'ladi. Aqida masalasiga, din ishonish masalasiga bog'ladi. Masalan, ara'aytallazi yukazzibu bid-din, fazalikallazi yad'ul yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Dini ishonmaydigan odam qanday qildi? Dinsiz, yetim, yesir bilan, kambag'al bilan, jamiyat qiyinchilik odam bilan toshdi o'tadi, kor yo'q dedi. Bu dinsizning xarakteri mı? Oyat biz yo'l yo'riq beryaptiki, bu dinsiz qilgan qiliq. Ammo din va odam, samimiylik va odam, men musulmon deb da'vo qildigan odam qanday qilsa, atrofida qiyinchilik va odam tursa, ko'z yummaydi uning. Demek bu zakat nimaga bog'landi desa, aqidaga bog'landi. Amaliy hayot bog'landi. İmanimning ifodasi va mevasi va natijasi va desam, men ijtimoiy hayotda qarab baq. Amaliy ish qilsan dedi. Bu oyatning oxirisi qarab baqaylik. Fawaylul lil musallin allazhum an salatihim sahun allazhum yura'un va yamna'un al-ma'un. Vayl. Ba'zan do'zax dedi. Buni yengiltirib aytsak, voy isti. Bir bölük adamlar vardı, bunların halı var. Namaz okuydu onu. O namaz okuması var, halas ona iş bitti. Namaz okuyan bilen gafillik işi de okuyduğun. Xiyal işi de okuyduğun. Öz mescid okuyan bilen kallası bazada düşürdüğün vardı. Yani birisi riyaxurlıkla okuyduğun adamın halı vardı. Veyl degen bu halı var, muşlan tüydüm yak. Ayetin ahırı. Ve yemne unel maun. Kişiler ihtiyaclık boğan nas birip durmaydıgan. Kişilerin ihtiyaç bo'lgan yardım qilmaydigan, zakatını bermaydigan, zakat verish qiziq turmaydigan ma odamlarning holigini voy. Chunki bu yerda ikkisi bir o'rinda bayon qilindi. Namoz bilan zakat. Bu zakatning maqsadi nima ekanligi, qaz dairiga ta'sir qiladiganlik balki tushunish bo'lgan. Ko'pincha rahmat. Biz oxirida o'sha
Rabbim başta azraq tilg'anib o'tildi. Zakat beradigan o'rinlarni hatta bizler insanların özümüzden ixtiyarı koyma. Hatta özünün peygamberinin tanlaşı koyup vermeye Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de alayda tilga edip bu 8 orunu belgelişideki sebeplerini yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala zakat bergan orunlarını enak biz gösterip innemes sadakat lil fuqara vel masakin. Ahirgacha. 8 türlük orunu biz gösterip. Bu 8 türlük orunun belgelisinde yuqori hikmetler var. Ayetten ahırda alimun hakim var. Allah hemmini bilip doğuşça işlerinin hemmisi hikmet bilen kılınmıştır. Demek bu 8 türlük meselesini hal kılarsan cemiyette hatırcamlık his kılıslar. Bəxt sadık his kılıslar. Köngüldeki turmuş keçirəliysizlər. Mao en çoğun afet sizlerine nispeten. En çoğun düşman yok dişlegişliktir. Mao mesela farida. Manınqa bəsəm bolam, bəmsəm bolam deydiği ixtiyarlığın yok dedi. Allah bekitib etken faridatı Allah keskin bekitib etken farz meselesi bu dedi. Çünkü bu 8 türlük orun, zakat beriş belgen 8 türlük orun, her qandaq zamanda olsun, her qandaq makanda olsun, zaman özgürüşle alakası yok. Şu cemiyet yüz berdigan iqtisadi, ijtimai, siyasi kesellerini ya qiyinchiliklarni hal qilish iqtidori ega bo'lsa ega. Masalan, birinchi zakatning birinchi o'lchi qarab baqaylik. Innamas sadaqat lil fuqara vel masakin. Faqir miskinlarga beriladi. Zakatning birinchi, ikkinchi o'lishi jamiyatning kambag'alligini tugutish maqsad. Ehtiyoj bo'lib, ya dinini o'zgartirishga, ya sotqinlik qilishga, ya boshqalarga hasad qilib, ya dushmanlik qilib jamiyatni vayron qilish sabab bo'lgan muomalani tugutish uchun iste'mol qilindi. Zakatning bir o'lishi. Üçüncü o'lishi vel amilina alayha. Zakat xodimlar. Zakat jiqqan, zakat to'plagan, zakatni qo'g'digan, postugan, zakat organida ishlaydigan odamlarning ish haqqi maoshini bundan bas bo'ladi. Chunki bu Alloh yo'lidagi xizmat. Xo'sh. To'rtinchi o'lishi vel muallafat qulubum. Qalbin moyil qilish uchun. Qalbin moyil qilish ekan birisi İslamga kirish ehtimoli bo'lgan kafirlar. Gerçi boy milliarder bo'lib ketsa-mi, mal dunyo jonning tuqqini degan qoida bo'yicha mayl qilish uchun bas bo'ladi. Bu bir taraf. Yana birisi muallafat qulumda o'zi yanada musulmon bo'lgan, bir az ikkilnish holatida qolib qolgan, yoki turmushi to'van bo'lsa o'zadi aman oladi, qachon bo'lsa musulmon bo'lgan ekan. Biroz ikkilnish holat bo'lsa, taqimi iymonini mustahkamlash uchun bas bo'ladi. Yani bir tarafa muhalefet kulübümden Müslümanlığa düşmanlık kıldıgan, ziyankeşlik kılış ihtimali boğan, ağzını maylap da olsa bes kıldıgan, maylımız düşmanlık kıldıgan, mında kapırığım zakatlı bes buludu. Mesela hoşun devlet etrafımızdaki, ya ki hoşun bir yurtta, ağzını maylap zakat verip de olsa bes kıldıgan, Resulullah da yurtmayı da oldu ki. Eğer onda kılmaya kapı kalsa, düşmanlık kıldıganlık için, bir bölük adamlar muhalefet kalbini tutup, İslam Müslümanlığa ziyan ekkenmesi maksat kılınan olsa, manandaki aş kapırı, düşman kapırı bir isim maksat demezse, İslam'ı qoğdaş maksat, Müslümanlarını qoğdaş maksat. Maksat bir. Onda onun kımı desek buladı. Bu 5. ölüş. Töteniz. Hem zakatın 5. ölüşü. Ve firriqabdi. Kul azat kılıştı. Kul azat kılışı zakat işletilmedi. Bir yerde bir nazik bir nokta var. Dikkat kılıştık işte. Zakat yek şekilde kul azat kılışın işletilemde olsa işletildi. Ayet kisp et, işletişik bulurdu. Hem de kulluk yek şekilde emez. Kollektif şekilde olsun. Biz koşuyoruz. Millet karakterli kulluk olsun. Bu milletin kutkuzuş hareketi süptü de milletin kutkuzuş pahalı süptü zakat işlesi bulan olsa elbette bul. Yek şekildeki kulun kutkuzuş için zakatını işletse durus bo'ladigan, hatta farz bo'ladigan yerda millat xarakterli qulluq chiqib qolgan, mustamlik chiqib qolgan millat uchun zakatni ishlatsa, albatta bo'ladi. Bu 5. taraf. Ham 6-si zakatning 6-chi o'lishi qarzdorlar. Bu zakat qarzdorlar uchun bugungi zamondagi, masalan, Turkiyadagi o'xshash istiqroniya, sug'urtaning o'rnini o'ynaydi. Sug'urta desek bo'ladi. Qazda odamlarning qiyinchiliklardan chiqib olish, qutulish uchun yordam berdi.
Ama bir şart qo'yib qo'ydiki, olimlarimiz bir odam qarzni to'g'ri maqsad uchun olgan bo'lsa, ya'ni bir halol ish qilish uchun olgan bo'lsa, nima ish qilishdan qat'iy nazar. Bu qarzni to'layolmay qizlangan bo'lsa, yoki to'layolmay o'lib ketgan bo'lsa, o'zini daryoga atib olsin deydi, dengiz tashib olsin deydi. İslam dini farz bo'lgan zakatdan o insonni qutqizinglar deydi. Hayot bo'lgan bo'lsa, hayotni qutqizinglar, o'lib ketgan bo'lsa, ballarning gadinda qolgan bo'lsa, uni qutqizinglar deydi. Buni ularlar shakllanib qolmay, bu masalada islom dini jamiyatni taraqqiy qildirishga rag'batlantirib, nimasi? Zavod, korxona ochadigan bo'lsa, aytchi va qazil. Jamiyatni gullantirgan ish bo'lsa qildi. Mablag' sol, sarmoya sol. Agar sen ishing natija qozonmay qazo bo'lib qolgan bo'lsang, Allah bekitgan farzdan iborat zakot va bunisini desteklaymiz. Bunisini yo'laymiz. Qiynalib qolib qolsang ko'taramiz. Ammo jamiyatni haldan xabar ol. Kambag'al odamlarni ishlat, qiyinchilik odamlarni ishlatib yo'l olsin deydi. Bu zakotni 6-o'lish. Ham zakotning 7-o'lishi kerak. Va fi sabilillah, Allohning yo'lida. Allohning yo'lida degan bu atalg'ida balkim ba'zilar tar doira tushunishi mumkin. Ama ayet kerime bunu tar dair ekkep koymadı. Bir bölük alimlerimiz bunu Allah'ın yolda neh meydanda hakik cihat kılıp atkan mücahitler buyuruldu. Ama ayet kerime ve fisabillah mücahidin dep ona bağlap koymadı. Tar dair kızıp koymadı. Allah razı olduğunu işte. Allah razı olduğunu işten dairesi kenar. Müslümanların himaye kılış Allah razı olduğunu iş. İslamni himoya qilish Alloh rozi bo'lgan ish. Mahkum mustamlika tushib qolgan millatni qutqizish uchun harakat qilish Alloh rozi bo'lgan ish. Allohning dinini qo'g'dash uchun da'vat, tashviqot bilan shug'ullanish u Alloh rozi bo'lgan ish. Ba'zilariga o'xshash bichora mazlum millatning dardini haqasini olish dunyoga anglitadigan ish bumi? Alloh yo'ldagi ish. Haqasini o'zining shaxsiy manfaati uchun qilishmadi. Demak, Allohning roziligini ko'zlab qilingan milletning derdiga derman bo'ladigan haqiqiy cihat hareketlari, haqiqiy samimiy siyosiy hareketler, haqiqiy ilmiy tadqiqot markazlari va tashviqot markazlari bu ülüşdən faydalansa bo'lamdi bu. Çünki fi sabilillah degan doira keng bir doirani o'z ichiga oldi. Bunga asosan deymizki, balki savol tushishi mumkin. Men buni aning ma'noga emas, bir doira belgilayman. Milletning kimligiga rioya qiladigan, milletning qimmat qarashini hurmatlaydigan, qaysi bir odam ish qilayotgan bo'lsa, musulmon millat uchun ish qilaman deydi. Unda o'gacha mush millatningki aqidasi, ibodatlari, axloqlari, madaniyati va qimmat qarashiga rioya qiladigan, vatan millatning dardiga jihad qilgan bo'lsin, vatan millatning dardiga darmon bo'ladigan, jihad qildim deganga loyiq, siyosiy harakat qilgan bo'lsa, mush millatning dardi uchun yaşaydigan, tashviqot qilganmiz, mush millatning dardini anglitib, millatga bir osonchilik tug'diradigan, ilmiy tadqiqot o'z millatning qimmat qarashini, aqidasini, madaniyatini qo'g'daydigan bu o'rinlar albatta bu o'lishdan foydalansa bo'ladi. Buning qo'shimcha millatning mustaqillik uchun harakat qilayotgan, millatning odamiyligi, izzat, hurmatini himoya qilish uchun harakat qilayotgan odamlarmi albatta foydalansa bo'lgandek, ham shundaqlar bu yo'lda ketarlik bo'lgan saymonlarni sete öyle için paylansın. Mesela bu kameranı misal alayım. Ben davet kılıp attım hazır. Dinimni yetkizip attım. Özümden üstelik mecburiyetini ada kılıp. Eğer bu kamera bulmagan olsa, nurgun adamlarga yetkizemeyim, baramam. Unda oğanca ben davet kılıç için ibaret bu vazifemni ada kılıç için ma kamera yapını yasagan olsun, Panasonic olsun, ilişki ihtiyaç. Unda bunu işletişke bolam dolayısı boladı. Çünkü o gayinenke vassi. Yani şundaqlar bu millet, bu halak, bu Müslümanların haldan haber ediş için yaramlı kadrlarını yetiştirişke muhtaç. Fikri joyida, aqidasi joyida, axloq durust, millat uchun xizmat qiladigan kadrlar yetiştirish bu. Buning uchun mo qo'llansa bo'ladi. Endi bu zakat masalasida 8 turlik o'rinni bayon qildik. Oyat karimning hukm bo'yicha, Allohning belgiligi bo'yicha cho'qim tartib bilan menish kerak bu masala. Hazrat Ömer birisini qoldirib o'tgan bir tartib bor. 8-da qiyinchilik qolganlar. Biz onun kelimiz. Taxir 8-kamligimiz, 7-ketib bor.
Hazrat Ömer birisini muhalefet kulübümü birisini işletmegen amelden kaldırıp etken. Nemiş ki ihtiyaç bulma dedi. Bu kaydıga asasen yani Müslümanlar güçlengen vaxtida onun ihtiyacı yok demek. Bu kaydıga asasen buna çokum tertib bilen etmeniş gerek mi? Bu qaysi ahamiyetli olsa, qaysi ihtiyacı olan şunu kullanış gerek mi demek benim maqsadım. Hem de hazır cemiyetimiz kambag'al bağımlısı var. Mahrum bağımlısı var. İbn Sabil bağımlısı var. Fisabillah bağımlısı var. Qazda bağımlısı var. Bunun qaysi hamidin avlad. Ha, eğer cemiyet bir az normal bo'lgan bo'lsa, cemiyet bir az xotirjam bo'lgan bo'lsa, bu belki tertiplenmez evzel bo'lishi mumkin. Eng cho'ng kasal kambag'allik. Lekin hozir millat o'zining mavjudligini yo'qotib qo'yish hozir ketib bor. Xo'sh. Vatan millatning kirzisini hal qilish hozir hammaning oldida turibdi. Albatta. Chunki vatan bilan millat sog'lom bo'lsa, kambag'almi sog'lom yashay oladi, kambag'al qiyin tasmi? Qazdami hayotini bir odimiylikni saqlab yashay oladi, qazda bo'lib ketsinmi? Allah'ın yol iş kılman deydigan mayli mujohid olsun, mayli olim bo'lsin, mayli yana biz bo'lib qolsin, hurmatli yashaydi. Agar vatan bilan millat sog'lom bo'lsa, agar u sog'lom bo'lmasa, u qolgan turlar o'ziniki izzatini, obro'yini saqlay olmaydi, o'zining vazifasini ado qila olmaydi. Shunga bu vatan millatni qutqizish, millatning mavjudligini saqlab qolish mening nazarimda, mening tushanchamda hammadan avla oldin o'rinda turdi deb qarayman. Yuqori gapni xulosasi dedim. Xo'sh. Endi 8-turi zakatni ibn Sabil musofirlar. Yoqish yurtga chiqib harom ishni qilgan chiqqanlar emas. To'g'ri niyat uchun chiqqan. Dunyoni ko'rib kallasini uchun chiqqan. Boshqa insonlarning madaniyatidan foydalanish uchun chiqqan. Ilm, ma'rifat o'rganish uchun chiqqan. Bular iqtisodiy uzilib qolgan, qiyinchilik qilib qolgan, yo'lda to'silib qolgan bo'lsa, bular yordam bas bo'ldi. Elbette bir yerde İbn Sabil bir yer hayat qilg'ini berib, yurti qaytanmagan odamga zakat bersa durust bo'lgan yerde bu dinning xizmati uchun, millatning xizmati uchun, vatanning xizmati uchun ilm, ma'rifat yo'liga atlangan, ilm, ma'rifat uchun hayotini atgan, ma millatning kelgusi bo'lgan, da'voning kelgusi bo'lgan, ma yaramliq yosh avlodlarni ta'minlash musofirning taqimmi avladir. Mana bu 8 turlik o'rin. Bu nimadan qanchalik ilindi, uni ilgirki qarindoshim so'zgamiz. Men u doir kirmayman. Meningki zakat to'g'risida so'zlamoqchi bo'lgan so'zim bu shundan bilan oxirlashdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi mohiyatlarni ichib bala Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan qadrli qarindoshlar, biz programmamizda yana bir ustozimiz, hurmatli Abdulkarim Kuchar ustozimiz bilan 3 bölüm Hakikat Sadası programımızda zakat meselesini tam şu ziraatçıdan tartıp ticaretçi, altın, gümüş hemen hepsiye ayrım şekilde toxtulup öttük inşallah tefsilatını bu tuyğuğa kelgendeyken, bunun paydasını bu şekilde düşengendeyken elbette ben nege kısam bula dep bunun hesaplaşını aş programlarımızın körü edişinlerini ümit kılımız. Çünkü uzun bir tefsilat. Demek bunçilik muhim bir düşünceye Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ki bu derecede özü perest kılgan bir ibadetini bu şundak tefsili şekilde düşündürüp bugün milletimizin en ihtiyaçlı olan noktalarını mı güzel şekilde içip verdi ustaz. Bu düşünceye kilip bugünkü halimizde hemimiz bilimiz. Şu an biz kelgüsünü uzun müddetini oylagan şekilde baylarımızın ki özünün iktisadını Allah bekitken bu ibadetini en muhim bo'lgan, en yaxshi kelgusiga uzun müddetlik hizmet qilish ihtimali, onun ecri davamlı pişip turadigan o'rinlarga berishga muyassar qilishini Rabbimdan tilaymiz. Bu tushunchaga ham olib kelishini. Chunki nurg'ulg'an xato tushunchalar sababli nurg'ulg'anmish pul mollar haqiqiy o'rniga sarf qilinmasdan ketilayotgan ish cemiyetimizde etrafımızı körülüp duruyordu mesela. Köpten köp rahmet inşallah aldığımızdaki hafta programımızda yani görüşükçe. İnşallah. Başka tema görüşümüz var. Körülmelerimiz inşallah aldığımızdaki hafta yani şu saatlerde ekranlarda boğuca sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Bir gün ben başta unutup kaptım ben programını del saat 2'de başlanan programımız yani 10 20 geçikip kaldık programına bazı bir
texnikalik sabablar tufayli onundan kechirim so'raymiz. Inshaalloh oldimizga kelib ko'rishcha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.